Azizlarim, islom xotinlarning izzatini saqlash uchun insonlarning ablah va nomahram qarashlardan va jamiani balodan qutqarish uchun ayollarga hijobni farz ayladi. Alloh mannon Qur'oni pokiga shu borada ochiqlik ko'rsatadiki aytadi: "Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika va banatika va nisa'il mu'minina yudnina alayhinna min jalabibihin." Ey payg'ambar alayhissalatu vassalam, aytgining ayolinga, qizlaringga va mu'minlarning ayoliga o'zlarini jamjur qilsinlar, o'zlarini yopin tursinlar, toki ko'rinmasinlar va azor aziyat ko'rmasinlar. Azizlarim, Qur'on buyuradiki musulmonning ayoli boyat bo hijob bo'lsa. Qur'on buyuradiki, Alloh buyuradiki musulmonning ayoli boyat bo parda bo'lsa. Alloh mannon sura-i Nurga aytadiki: "Va qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna va yahfazna furujahunna va la yubdina zinatahun." Ey payg'ambar alayhissalatu vassalam, aytgining mu'minlarning ayoliga ko'zlarini pastga taylasinlar, hayo va iffatlarni hifz qilsinlar va zinatlarni oshkor qilmasinlar. Azizlarim, jahiliyat zamonga xotinlar chodirlarni kinglariga tashlab, quloqdagi sirg'alarni ko'rsatib yurganlar. Alloh mannon shu ishdan mana qildi va payg'ambar bizga amr qildiki: "Ey payg'ambar alayhissalatu vassalam, aytginingki, xotinlar o'zlarini yashintirsinlar." Bas hijobni sharoiti nima? Bizlar qanday hijob qilaylik? Hijobni sharoiti buki, hijob boyat keng bo'lsa, hijobimizdan a'zolar va suratimiz ko'rilmasa, musulmonning ayoli kiyinishiga kofir ayoldan farq etsa. Shu borada Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilarki: "Man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum." Har kimki o'zini bir qavmga tashbih beradi, bas o'sha qavmdan. Azizlarim, u kimki hijobni maroat qiladi, mustahaq ajr va podosh bo'ladi. U kimki hijobni tavhin qiladi, Qur'on bilan muqobala qiladi, Alloh va Rasulining dasturini hech nazarga oladi. Bas buni ham bilsinlarki, Alloh dunyo va oxiratga ularni xor